Eskidan bir majoziy gap bor, o'zi ayni haqiqati u. Insonga majozan aytilgan. Oyda 15 yoriq, 15 qorong'i. Keladi xursandchilik, keladi xafachilik. Xudo bizga ne'matlarni berdi. Ne'mat nima desa, ne'mat bas narsa nima o'zi deylar. Nima ne'mat desa, nima o'zi ne'mat bas deydi. Bir ustozi shogirdlariga shuna savoliga shuna javob qiladilar-da. Ustoz ne'matga shukr haqida gapirdingiz, ne'matlar nima o'zi desa, ne'mat bas narsa nima o'zi bitta topib ber deydi. Hamma u ne'mat. Shular qatorida payg'ambar alayhisalom pulni ne'mat deganlar. Alloh taolo bergan pul ne'matini zoyi qilmanglar. Zoyi qilish har xil bo'ladi. Maqtanishga, isrofga, jinoyat, gunoh bo'lgan ishlarga ishlatish bu pulni zoyi qilish bo'ladi, noshukrlik bo'ladi. Alloh taolo shukr